Hurmatli hamqishloqlar, Haran qishlog'imizga qanday to'y? Ablas, kelin o'zini sifaningizda mana kay ma'lumlarga bo'lgan dilingizdani gapiringiz hammasini. Assalomu alaykum, hamqishloqlar, yaxshimisiz, o'rnisizlar? Men Amadib Abdulaziz, Mush maktabning 31-maktabning o'quvchisi bo'laman. Men avvalo ma'lumlar otamga rahmat aytaman va shorada ma'lumlarimga hammasilarga rahmat aytamanki, men shuncha bandlikkacha olib borib yetkazishdi va bundan ba'zi yerlarga cho'qqilarga borib yetaman degan umiddaman. Sizlarga ham tavsiya beramanki, yaxshi o'qingizlar, kelajakda mendek yaxshi o'quvchi o'qib juringizlar. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Mana jahon bo'yicha, bilingizlarki, mana jahon bo'yicha ikkinchi joy asfani matematika fanidan qarang, jahon bo'yicha juda murakkab fan. Rahmat sizga yana bir bor. Bundan hamda nasib bo'lsa, Tojikiston bayrog'ini balandroq ko'taring, hamma jahon bo'yicha taniting. Nasib bo'lsa sizga muvaffaqiyat, ishlaringizga, o'qishlaringizga rivoj, hamisha sog' omon bo'lingizlar. Bizning maktabimizning avriyi bo'lgan Mamadiyev Abdulazizjon bugun baynalmilal bo'yicha 2-o'rinda olib Malayziyadan qaytdi. Buning uchun hamma ustozlar juda ham minnatdorchilik bildiramiz. Ota-onasiga rahmat. Buni tashkil qilgan Shoniyanda o'qiyotgan litseylarga rahmat aytamiz. Bizning o'quvchilarimiz shunday g'alaba bilan chiqar ekan, hammamizga rahmat va minnatdorchilik bildirib, guldiroz qarsaklar bilan bir olqishlab olamiz. Rahmat sizga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muallimlar, hurmatli o'quvchilar, hammalaringizni mana bugungi Mamadiyev Abdulazizjonning g'alabasi bilan tabriklaymiz. Bu Abdulazizjonning g'alabasi nafaqat ota-onasining, butun xalqimizning, bu Chirik xalqimizning, Chirik setining, nafaqat Chirik setining, butun Tojikiston xalqining parchambardor bayrog'ini ko'targan bir ilg'or o'quvchi bo'ldi. Shuning uchun hammalaringizga ma'lumlar, avvalambor ota-onasiga, xo'p, o'qituvchilariga, 31-o'rta maktab o'quvchilariga hammasiga chin dildan tabriklayman. Hammalaringizga rahmat deyman. O'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Endi ota-onasini chaqiramiz mikrofonga. Kelingizlar bu yoqqa, Turg'un aka. Teng. Rahmat ma'lumlar hammalaringizga, sizlarning sharofatlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana bugun mana o'g'lim jahon olimpiadasida 2-o'rinni olib ketdi. O'g'lim umri uzoq bo'lsin, tanajoni sog' bo'lsin, elga, yurtga sevimli farzand bo'lsin. Sizlarga ham shunday farzandlaringiz borib kelish nasib qilsin. Elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan farzandlar ko'payaversin. Shu qatorida mana mahalla raisiga ham